Hech bo'lmasa, Artyom Lyobov bilan mehmonxonada uchrashgan videoingda nima bo'lganligini ayta olasanmi? Hech narsa. Hech narsa bo'lmagan. Agar ichimizdan biri urushga boradigan bo'lsa, demak barchamiz urushga boramiz. I want what I deserve for what I've earned. Has anyone laid a finger on me to take that second belt? I am the champion. No. Now war is upon us. U qamoqqa ketadi. U qamoqqa ketadi. Xabar yubor, hey, bu yerga kel. Shu joy, tamom, qo'riqchisiz, UFCsiz, hech narsasiz. Habib Nurmagomedov va Conor McGregor jangi bu shunday jangki, e'lon qilinishi bilanoq badaning junjikadi va bo'ldi, boshlandi deysan. Ular bu yerda emas, afsuski, lekin jang bitdi. Oktyabr Las Vegas, hammasi tayyor, xonimlar va janoblar. Conor McGregor va Habib Nurmagomedov oktagonda to'qnash kelganiga 6 yildan oshdi. Bu aralash jang sanasi tarixidagi eng katta va eng ko'p muhokama qilinadigan voqea bo'lgan, ayniqsa dunyoning eng yaxshi ligasi uchun. Ammo kechagina do'st bo'lgan ikki odam qanday qilib dushmanga aylandi? Keling, buni birgalikda aniqlaymiz. Qulay joy egallang. Siz hozir irlandiyalik Notorious va dog'istonlik Burgut o'rtasidagi ziddiyatning to'liq tarixini ko'rasiz. Aslida hech kim tasavvur ham qilmasdi. Bu voqeani biz shunchaki orzudagi jang emas, balki real bo'lib o'tgan to'qnashuv sifatida eslab gaplashamiz deb. Masalan, Habib va Toni o'rtasidagi jang faqat orzu bo'lib qoldi. Ammo bu jang esa tarixda rostdan ham sodir bo'ldi. Chunki agar o'sha uzoq yillarga nazar tashlasak, bu ikki sportchi o'rtasida kelajakda qandaydir raqobat bo'lishini hech narsa bildirmagan. Dog'istonlik jangchi 2012-yil yanvarida UFCda debyut qilgan va 2014-yil apreligacha juda muvaffaqiyatli qatnashgan. Nega aynan shu davrni esladim? Sababi oddiy. Nurmagomedov promotionda 6-g'alabasini qo'lga kiritgach, u ketma-ket jarohatlar va doimiy muammolar girdobiga tushdi. Bu esa uni 2 yildan ortiq vaqt davomida na jang qilishga, na normal mashg'ulot olib borishga yo'l qo'ymadi. Raqibim juda kuchli edi. U reytingda 5-o'rinda. Bugun yomon chiqmadim deb o'ylayman. Umuman olganda, top 10dagi yigitlar kurashni yaxshilab o'rganishi kerak. Conor esa 2013-yil aprelida UFCga qo'shildi. U ham og'ir jarohatlarga, xususan tizza bog'lovchi paylarning uzilishi kabi muammolarga duch kelgan bo'lsa-da, imkon qadar tezroq tiklanib, yana oktagonga qaytishga harakat qilgan. Arxiv kadrlarda Habibning muxlislar zonasida turib, Conorni oktagonga chiqishini telefoniga tushirayotganligini ko'rishingiz mumkin. Ular bir-birini ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlagan. Agar kimdadir ish yurmasa, iliq so'zlar aytib turishgan. Internetda mashhur surat bor. 2014-yil sentyabrda Conor Dustin Poirier ustidan g'alaba qozongach, Habib u bilan birga suratga tushgan. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, ular turli vazn toifalarida jang qilgan, bir-biriga to'sqinlik qilmagan va raqobat ruhi yo'q edi. Ba'zilar menga yomon gaplarni aytishni yaxshi ko'radi, lekin bu ularning muammosi. Men chiqaman va tayyor holatda jang qilaman. Shuning uchun ular menga imkon berishmoqda. Ammo yana shanba kuni borib o'z qadr-qimmatimni isbotlayman. Har safar yana va yana isbotlayman. Albatta, 2015-yilning birinchi yarmida bo'lib o'tgan Habibning mashhur intervyusini eslamasak bo'lmaydi. O'shanda u murabbiyning agar Conor McGregor bilan jang bo'lsa, qanday kechadi degan savoliga javob bergan edi. Yo'q, bilasizmi? Menga Conor McGregor yoqadi, lekin u 66 kg vaznda jang qiladi. Men uchun esa 70 kg u yerda uni sindiraman. Muammo bo'lmaydi. U zarba yo'llashni yaxshi ko'radi. Menga yoqadi. O'ylaymanki, u Jose Aldoni yengishi mumkin. Balki hatto erta yakunlash ham mumkin. Ko'pchilik Aldo yutadi deb o'ylaydi, lekin menimcha McGregor uni yo'q qiladi. Lekin agar 70 kg vaznga chiqsa, xush kelibsiz. Vaqt o'tishi bilan, ayniqsa 2016-yilga yaqinlashar ekan, vaziyat tobora qizib bordi. Ma'lumki, Notorious laqabli Conor juda tez mashhurlikka erishdi va UFCdagi barcha boshqa jangchilardan o'zib ketdi. 2015-yil iyul oyida u vaqtinchalik yengil vazn chempionligini qo'lga kiritdi. Dekabr oyida esa atiga 13 soniyada Rio qiroli Jose Aldoni mag'lub etib, mutlaq chempionga aylandi. Barchangizga katta rahmat. O'zim va promotion nomidan minnatdorchilik bildiraman. Media vakillariga ham rahmat. Ko'p mehnat qildilar.
Biz juda minnatdormiz. Bu ajoyib tun bo'ldi. 10 million dollarlik daromad. Yilning eng katta pay-per-view ko'rsatkichi. Biz buni yana takrorlaymiz. Men Jim, oilam va promotion uchun bu yil hammasi zo'r bo'ldi. Yana bir bor UFC'dagi barcha ortda turgan mehnatkashlarga tabriklar. Katta rahmat. Aynan shu paytlarda jurnalistlar Konordan Habib haqida savol so'rashdi. Ular Habibni Konorning do'sti deb atashganida Konor shunday javob berdi. Do'stim Habibmi? Ha, lekin bu o'yin, bu biznes. Biznesda do'stlar bo'lmaydi. Shu bilan birga Konor Habibning yengil vazn chempionligini qo'lga kiritish mumkinligini istisno qilmadi. Va agar bu sodir bo'lsa, ular kamar uchun to'qnash kelishlarga tayyorligini aytdi. Agarda Jose Aldoning iyagini yerga tekkizsang va 70 kg vaznda kamarni kimdan olmoqchisan? Kim bo'lsa o'shandan. Seningcha kim bo'ladi u? Menimcha Habib yengil vazn chempionligini oladi. Habib Nurmagomedov og'ir jarohatdan tiklanayotgan vaqtda irlandiyalik esa vaqtini bekorga o'tkazmadi. U ikkinchi vazn toifasiga ko'tarilib, o'sha paytdagi chempion Rafael dos Anjos bilan jang qilish istagini ochiq aytdi. Menimcha bu odamda faqat kamar bor. Bundan boshqa hech narsa yo'q. U faqat bepul televideniya jangchisi. Menga taklif qiladigan yagona narsa shu oltin kamar. UFC rahbariyati Conor McGregorga bu imkoniyatni hech ikkilanmay berdi. Hattoki reytingning yuqori 5ligidagi da'vogarlarni ham chetlab o'tishga ruxsat berishdi. Bu holat albatta dunyoning eng kuchli yengil vazn jangchilarini g'azablantirdi, lekin hech kim bunga hech narsa qila olmadi. Conorning nomi avtomatik tarzda rekord darajadagi reyting va sotuvlarni kafolatlar edi. Boshqa hech bir jangchi bunday natijani bera olmasdi, hattoki birgalikda ham. Shu orada 2016-yilning birinchi yarmida oktagonga qaytishga qat'iy bel bog'lagan yana bir jangchi bor edi, Habib. Va biz bu yerda Toni Fergyusonni ham unutmasligimiz kerak, chunki u ham aynan shu davrda chempionlik jangiga hech bo'lmaganda Habibdan kam bo'lmagan darajada loyiq edi. UFC esa oqilona qaror qildi. Conorni tarixdagi ilk ikki vaznda chempion bo'lgan jangchiga aylantirayotganda Habib bilan Toni o'rtasida jang tashkil etish rejalashtirildi. Men uchun bu juda qiyin. 2 yildan beri jang qilmadim, lekin hayajondaman. Bilaman, muxlislar uchun bu juda qiziq. Men qanday qaytishimni ko'rishadi. Men esa UFC'dan eng kuchli raqibni so'radim. Ular aytdi, Toni Fergyuson 7 ta g'alabali seriya. Men aytdim, bo'ldi, boshlaymiz. Ammo ma'lumki, Conorning chempionlik jangi biroz kechiktirildi va xuddi shunday Habib ham Toni Fergyuson bilan jang qila olmadi. Har ikkala jangchining ham raqiblari yaqinlashib kelayotgan turnirlardan voz kechishdi va ular qisqa muddatda o'rinbosarlar bilan jang qilishga majbur bo'lishdi. 5-mart kuni Conor McGregor UFC 196 turnirida Ned Diazga bo'g'ish uslubi orqali mag'lub bo'ldi. Shu bilan bir paytda aprel oyida Habib Nurmagomedov Derli Xorni yer bilan yakson qilib, UFC'dagi debyutidan buyon ketma-ket 7-g'alabasini qo'lga kiritdi. Oxirgi 2 yil men go'yoki qamoqda o'tirgandek edim. Endi esa men erkinlikdaman, chempionlikka tayyorman. Oktagonga qaytganimdan xursandman. Bu menga katta baxt. Ammo Burgutning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Uning baxtiga qarshi Conor va Takedown gangsteri Ned Diaz o'rtasidagi raqobat 20-avgust kuni yakuniga yetdi. UFC 202 musobaqasida revansh bo'lib o'tdi. Unda McGregor hakamlar qarori bilan g'alabaga erishdi va g'oliblik yo'liga qaytdi. Kutilmagan yangilik, onangni qirol qaytdi. Shundan so'ng Habibning ajoyib g'alabalar seriyasi zudlik bilan unutildi. Toni Fergyuson esa umuman odamlarning yodiga ham tushmadi. Conor g'alabaga erishishi bilan darhol chempionlik jangiga qaytishni taklifini oldi. Faqat qaytish emas, balki allaqachon shartnoma olgan yakka kurashdagi haqli da'vogar Dog'istonlik Habibning o'rniga chaqirilishi ham bo'ldi. Tasavvur qiling, 2016-yil noyabr oyida UFC 205 musobaqasida Habib Nurmagomedov o'sha paytda RDA'dan kamarni tortib olgan Eddie Alvarezga jang qilish kerak edi. Habib chempionlik huquqini talab qilmoqchi edi. Lekin ma'lum bir vaqtda UFC rejani o'zgartirdi. Ular Burgutning chempionlik imkoniyatini olib qo'yishdi va uni Conor foydasiga almashtirishdi. Habibga esa faqat Michael Johnsonni yeb qo'yish imkoniyati qoldirildi. Umid qilamanki, meni ko'rib sen xursandsan, chunki men seni ko'rib xursandman. Eddie Alvarez va Conor McGregor bu jangni reklama qilishyapti. UFC menga 2 shartnoma yuborgan. Lekin sen bu haqida bir og'iz ham gapirmading. Nega? Nega bilasanmi? Chunki sen o'yinning qurbonisan. Men buni senga va menejerimga aytganman. Seni faqat vosita sifatida ishlatishadi. Buni qayerdan bilding? Agar UFC bunday ishni ilgari qilmagan bo'lsa, sen bu narsani qanday bilding? Sen UFC bilan ishlaysanmi? UFC seni to'sib qo'ydi. Yo'q, ular bunday qilmagan. Sen UFC bilan ishlaysan. Oddiy odamlar shunday o'ylaydi, to'g'rimi? Yo'q. Men ular bilan ishlamayman. Unda buni qayerdan bilasan? Chunki men bu sportda uzoq yillardan beri yuribman va ular bunday usullarni qo'llashadi. Bu oddiy muzokara vositasi. Frank Edgarga qarang. U Conor McGregorga qarshi jang qilish uchun 2 yil kutdi, lekin u hali ham jang olmadi.
men nima bo'layotganligini yaxshi bilardim. Lekin UFC unga shartnoma yubormagan-ku. Rejalashtirilgan jang sanasiga yaqinlashgan sari voqea atrofidagi shov-shuv kuchayib bordi. Habib Nurmagomedovning g'azabini oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin edi. Unga chempionlik jangi uchun 2 marotaba shartnoma yuborilgan, lekin oradan biroz vaqt o'tib bu imkoniyat undan tortib olinib, mashhurlik va shou uchun McGregorga berildi. Men bu jangdan keyin chempionlik jangi qilaman. Bunga ishonasizmi? Menimcha ha, men bunga loyiqman. Lekin nima bo'lishi bu asosiy jangga bog'liq. Agar Conor yutsa, u bu jangni olmaydi. Lekin agar Alvarez yutsa, umid qilamanki, u buni qabul qiladi. Rasmiy vazn o'lchovlaridan biroz oldin doimiy adolatsizlik va jarohatlardan charchagan Habib Dog'istondan bo'lgan jangchi sifatida McGregor bilan sahna ortida to'qnash keldi. Ular bir necha og'iz so'z almashdi va Habib Conorning ko'ziga qarab, kelajakda yuzini ezishni aytdi. Bu ular o'rtasidagi 2014-yildagi do'stona suratdan keyin ilk jiddiy to'qnashuv edi. Bu rost, bu treshtok emas. Hey bolalar, Irlandiyada atiga 6 million, ruslar esa 150 million. Men sizlarning tog'ingiz bilan jang qilmoqchiman. Bu men uchun yengil vazndagi eng oson jang bo'ladi. Habib o'sha turnir kartasida jang qilgan va albatta asosiy janggacha bo'lgan vaqtga to'g'ri kelgan. U sahnada chin dildan so'zlagan, chunki UFC tomonidan unga nisbatan bo'lgan muomala va adolatsizliklardan charchagan edi. McGregor bilan sahna ortida to'qnashuv bo'ldi. Nima bo'ldi o'zi? Men tongda uni Taylor Woodley bilan qanday qaraganini ko'rdim. Keyin men o'z vazimni o'lchaganimdan so'ng chiqdim. U menga qarab turdi. Men, "Nima, sen meni Alvarez deb o'ylayapsanmi?" dedim. "Men boshqaman. Men ko'chada yashayman. Bu boshqa. Bu kamera bor yo'qligiga bog'liq emas. Bu boshqacha narsa. Bu mening butun hayotim. Men ko'chada juda ko'p jang qilganman. Professionallikka o'tganimdan keyin bunday ishlarni to'xtatdim, chunki kimnidir jiddiy jarohatlab qo'yishim mumkin. Men katta tajribaga egaman." U menga oddiy odamdek qaradi. "Xo'p, mayli, lekin menimcha juda tez orada nima bo'lishini bilasiz." Tarixdan ma'lumki, Conor Alvarezni mag'lub etdi va UFC tarixidagi ilk 2 vazn divizionidagi chempionga aylandi. UFC va o'zining cho'ntagiga yana bir astronomik darajadagi daromadni yozib qo'ygandan so'ng, boshqa jangchilar vaziyat naqadar og'ir ekanligini bilgan holda shunchaki o'zaro jang qilishni davom ettirishdi. Shoyat bir kun kelib, e'tibor markaziga tusharmiz degan umidda. Haqiqat esa qaysi tomondan qarama, juda og'riqli edi. Ayniqsa kamarni qo'lga kiritgandan so'ng mashhur irlandiyalik ta'tilga chiqdi. Oddiy ta'til emas, balki boks olamini zabt etishga yo'l oldi va Floyd Mayweather bilan jang qilish uchun katta chek olish orzusida edi. Shu jang jangovar sportlar tarixidagi eng katta to'qnashuvga aylanyapti. Siz kulayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin tinglang. 2 odamni istalgan joyga qo'ying. Ular urush boshlasa, har narsa bo'lishi mumkin va hech kim uni chempionlik kamaridan mahrum qilishni ham rejalashtirmayotgan edi. Hammaning fikri shu edi. U biroz vaqt safdan chiqdi, lekin qaytadi. Hamma, shu jumladan UFC matchmakerlar ham shunchaki sabr bilan Conorning qaytishini kutishardi. Dog'istonlik uchun esa eng yaxshi variant unga yana bir bor Tony Ferguson bilan jang tayinlash edi. Bu allaqachon ularning o'rtasidagi 3-chi bekor qilingan jang bo'lardi. Va bu safar 2017-yil 4-mart kuni UFC 209 doirasida bo'lishi kerak edi. Bu jang vaqtinchalik yengil vazn chempionligi uchun edi. 100% ishonamanki, bu haqiqiy chempionlik jangi. Men vaqtida o'ylamayman. Hammangiz bilasiz, uning amakisi Dana unga sovg'a berdi. U barcha da'vogarlarni chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri chempionlik jangini oldi. Men bu jangni tushunmayman. U Alvarezga qarshi jangda uni bir necha marta urib yiqitdi. Menimcha bu soxta jang edi. Hozir esa bizda haqiqiy jang. Bu xalq istagan asosiy jang. Bu 2017-yilning eng katta jangi bo'ladi. Ammo Nurmagomedovning omadsizligi davom etdi. U yana jarohat oldi va turnirdan chiqishga majbur bo'ldi. 2017-yil oktyabrda esa Tony Ferguson Kevin Lee'ga qarshi jang qildi. Uni uchburchak ustuvi bilan mag'lub etdi va vaqtinchalik chempionga aylandi. Asl chempionlik kamari esa hali ham Conor McGregorda edi. Habib esa nima bo'lishidan qat'iy nazar, sog'ayish, mashg'ulot va navbatdagi g'alabaga tayyorgarlik bilan mashg'ul bo'ldi. Bu safargi g'alaba uni chempionlik jangiga yanada yaqinlashtirish kerak edi. Shu sababli u 2017-yil 30-dekabrda UFC 219 doirasida Edison Barboza bilan oktagonga chiqdi. Bu haqiqiy da'vogarlik jangi. U ham top 5 da, men ham. Men uni mag'lub qilaman inshaalloh va bu yilni kuchli g'alaba bilan yakunlayman. Yangi yilga esa yengil vazn kamarida asosiy da'vogar sifatida kirib boraman. Xuddi o'sha paytlarda internetda hash bomb deb nomlangan holat paydo bo'ldi. U dastlab shunchaki media sahifalarida ko'rindi, lekin keyinchalik nima olib kelishini hech kim tasavvur qila olmagan edi. Bu Artyom Lyobovning mahalliy media agentligiga bergan intervyusi edi. U yerda Rossian Hammer, Conorning do'sti va sparring sherigi sifatida Habib haqida juda keskin fikrlarni aytdi. Conor Habibning tovuqdek taslim bo'lishi haqidagi
gaplarni eshitadimi? Mana, men sizlarga shuni aytaman. Conor Mendesga qarshi jangga 12 hafta qolganda tizzasidan og'ir jarohat oldi, lekin baribir jangga chiqdi va g'alaba qozondi. Holbuki Habib esa allaqachon 6 marta jangdan voz kechgan edi. Artyom Lyobovning fikricha, u biroz og'riq sezsa, yo dumbasidan, yo boshqa joyda darrov jangni bekor qiladi. U hatto vazn tushira olmaydi. Rossiyadan uni ko'rish uchun kelgan muxlislarni umuman o'ylamaydi. Viza olishning o'ziga qancha vaqt ketadi? Odamlar pul sarflab sayohat qilib keladi. U esa jangga chiqmaydi. Bu bir marta emas, 2 yoki 3 marta emas, 4 martadan ham ko'p takrorlangan. Unda kim tovuq bo'lyapti? Kim qo'rqoq? Conor har doim jangga chiqadi. U nima bo'lishidan qat'iy nazar, u haqiqiy jangchi, haqiqiy chempion. Siz hech qachon Conorning jangdan voz kechganligini ko'rganmisiz? Hammada jarohatlar bo'ladi, vazn tushirishda muammolar bo'ladi, ammo biri jang qiladi, boshqasi esa har safar bahona topadi. Biri chempion, boshqasi esa qo'rqoq. Oxir-oqibat turnir baribir o'tkazildi. Habib holdan toygan braziliyalikni yanchidi va go'yoki Artyom Lyobovning intervyusiga e'tibor qilmadi. Hech bo'lmaganda dastlab shunday tuyuldi. Jangdan oldin Javier Mendez aytdi: "Diqqatingni jamla, seni kulib yuribsan, bo'shashgandeksan." Men unga dedim: "Coach, xavotir olmang, men butunlay diqqatimni jamlaganman. Shunchaki bu paytdan zavqlanmoqchiman. Oxirgi safar 1 yil oldin jang qilganman. Biroz bo'lsa-da bu lahzadan zavqlanmoqchiman." 2018-yilga kelib esa UFC ham oxiri tan oldi. Conor McGregorni abadiy kutib bo'lmaydi. Ular bunga qanchalik qarshi bo'lishmasin, uni kamaridan mahrum qilishdi. Bo'shab qolgan chempionlik kamari esa 2018-yil aprel oyida UFC 223 da Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson o'rtasidagi bahsga qo'yilishi belgilandi. Bu ularning 4-marta bekor bo'lgan jangi edi. Bu jang bu safar bo'ladi degan umiddaman. Men jangdan chiqsam hamma shov-shuv qiladi, lekin sizlar eslaysizmi? Men Darrell Horcher bilan jang qilganimda. Sababi Tony o'sha safar jangdan chiqib ketgan edi. Men chiqdim, u chiqdi. Endi bu haqiqiy kamar uchun jang. 10 ta g'alabali Tony Fergusonga qarshi 25 ta g'alabali men. Yura qolsin. Ammo aytish kerakki, bu voqea UFC tarixidagi eng g'alati turnirlardan biriga aylandi. Faqatgina bir hafta ichida shunchalik kutilmagan holatlar ro'y berdiki, 1-aprel kuni, ya'ni jangdan atga bir hafta oldin, Tony Ferguson intervyu berayotganda televizor kabeliga chaliqib yiqildi va tizzasidagi payi yirtildi. Bugun odamlarimni chaqirdim, lekin hamma 1-aprel uchun hazil deb o'yladi. Afsuski bu hazil emas. Tony Ferguson o'zini jarohatladi, payini yirtib oldi. Bir necha kundan keyin unga operatsiya qilishadi. UFC esa voqeani bekor qilmaslik uchun o'sha zahoti turli jangchilar bilan zaxira variantlarini muhokama qilishdi. 4-aprel kuni Habib mehmonxonada Artyom Lyobovni ko'rib qoldi va 2017-yil dekabrdagi intervyuda aytgan so'zlari uchun yuzma-yuz gaplashishga qaror qildi. Yaxshiyamki Habib o'zini tuta oldi. Bu to'liq mushtlashuvga aylanmadi. Lekin Artyomga tarsaki tushirishgani rost. Birdaniga jangga atiga bir necha kun qolganida vazn jihatdan pastroq bo'lgan chempion Max Holloway jangga rozi bo'ldi. Bu Gavayi faxri, o'sha paytdagi yengil vazn oraliq chempioni edi. Bu jangning g'olibi to'liq chempionga aylanishi kerak edi. Bu vaqtinchalik kamar emas. Bu jangdan keyin g'olib haqiqiy chempion bo'ladi. Ammo press konferensiya ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan bir necha soat o'tib, vazn o'lchovidan avvalgi eng shov-shuvli voqealardan biri aynan shu yerda yuz berdi. Conor McGregor do'stining sha'nini himoya qilish bahonasida Habib va uning jamoasi bo'lgan avtobusga hujum qildi. Bu avtobusda boshqa jangchilar ham bo'lib, ular UFC 223 da ishtirok etishi kerak edi. Conorning bu harakatlari qanchalik shijoatli ko'rinsa-da, uni oqlab bo'lmas edi. Sababi bu hodisadan ko'plab aybsiz sportchilar jarohat oldi. Menda bu borada rasmiy bayonot yo'q. Faqat voqeaning o'zi haqida gapiraman. Bugun Conor va taxminan 20 kishi Zmack Live'ga aloqador bo'lgan akkreditatsiyadan o'tgan yigitlar tomonidan ichkariga kiritilgan. Ular binoni bosib kirishdi, yuklash zonasigacha tushishdi va jangchilar avtobuslarga chiqayotgan joyida hujum qilishdi. Axlat chelaklari, aravachalar va boshqa narsalarni otdilar. Avtobus oynasi sindi. Michael Chiesa qattiq yaralandi. Bosh va yuzi kesildi. Namayonis deyarli jarohat olardi. Juda qo'rqib ketgan, yig'lab o'z mehmonxonasiga qaytib ketgan. Xodimlarimizdan biri qo'l suyaklarini sindirib oldi. Bu kompaniya tarixidagi eng jirkanch voqea bo'ldi. Aynan shu paytda Habibning ham internetda tarqalgan reaksiya videosi chiqdi. U Conorga bevosita murojaat qilib shunday dedi: "Manzilingni ayt, bo'ldi. Qachon va qayerda bo'lishingni yoz. Hech qanday xavfsizlik xodimlarisiz. UFC siz shunchaki xabar yubor. Keyingi kun vazn o'lchovi bo'lishi kerak edi. Habib Max Holloway bilan jang qilish kerak edi. Ammo ular bilan ishlaydigan ovqatlar
boshlanish bo'yicha mutaxassis Jorj Lekhert Max bilan ancha vaqtdan beri ishlayotganligi sababli Habib bilan hamkorlikni to'xtatdi. Bu esa Habibning vazn tushirishiga xalaqit qilgani yo'q. U vaznni muammosiz tushirdi. Max esa sog'lig'i yomonlashganligi tufayli hatto taroziga chiqa olmadi va jangdan voz kechdi. UFC yana bir marta boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ular birinchi bo'lib Anthony Pettizga murojaat qildi, ammo u juda katta pul talab qildi va kamar uchun kurashish bilan bog'liq shartlarga kafolat bermadi. Turnir bekor bo'lishi aniq bo'lib qolgan edi. Habibning orzusi barbod bo'layotgan edi. Ammo shu paytda UFC va Habibni qutqaradigan odam reytingda 11-o'rinda turgan jangchi Al Ayakinta bo'ldi. Biz Max vaznni bajara olmaganini ko'rgan zahoti boshqa variantlarni ko'ra boshladik. Pettizga juda erta hadib yuborganmiz. Ayakinta va Felder esa bu jangni juda xohlashdi. Ular UFCni bosib, jangni olishga harakat qilishdi. Bu menga yoqdi. Reytingga qarasak, Ayakinta eng mos nomzod edi. Muammo u 155-125 funt edi. Bu ruxsat etilgan chegaradan biroz ortiq. Biroq bu ichki kiyim bilan birga o'lchangan edi. Komissiya ichki kiyimni alohida tortdi va 0.2 funt chiqdi. AJ'ni shu darajada xohladiki, bu meni quvontirdi. Uning reytingdagi o'rni va so'nggi 5 ta jangini hisobga olinsa, eng to'g'ri nomzod edi. Muammo shundaki, u 155-125 funt edi. Bu Habib Nurmagomedov oktagonga chiqishi uchun boshidan o'tkazgan ahmoqgarchilikning faqat bir qismi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, jang qilish, ustunlikni qo'lga kiritish va nihoyat eng katta orzusi chempionlik kamarini beliga taqish uchun u ko'plab sinovlardan o'tdi. Habib raqibini yengdi va o'z orzusini ro'yobga chiqardi. Endi esa eng qiziq qismiga o'tamiz. Ishona olmayapman. Biz haqiqatan ham jang qilamiz. Men bu yigitni biroz kamtar qilishni istayman. Unga saboq berishni xohlayman. Agar yuzini o'zgartirsam, aqlini ham o'zgartira olaman. Aynan shuni istayman. Ko'rinib turibdiki, avtobusda bo'lgan hujum shunchaki ortda qolmagan. Qisqa sud jarayoni, jarimalar va jamoat ishlariga tayinlangandan so'ng bu holat ustida UFC to'liq nazoratni qo'lga oldi. Bu esa zamonaviy MMA tarixidagi eng katta PR harakatlardan biriga aylandi. Chunki bu ikki jangchi ortida ulkan tarix, drama va g'alayon bor edi. Kutilgan yangilik 2018-yil 3-avgust kuni e'lon qilindi. Habib Nurmagomedov va Conor McGregor 6-oktyabr kuni UFC 229 musobaqasida yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun oktagonga chiqishadi. Bu jang odatdagidan ancha shaxsiy xarakterga ega edi. Conor matbuot anjumanida shunday dedi: Bu odatdagidan ko'ra shaxsiyroq, lekin men endi tajribali jangchiman. Men deyarli hamma joyda bo'lganman. U esa o'z yurtidagi odamga nima qilganini ko'rdik. Bu o'sha avtobusda ko'rganingiz edi. U qo'rqoq, u menga muxlislik qilgan. Mening futbolkamni sotib olgan, qo'llab-quvvatlagan. Sen eslaysan-a? Sen kichkina fanboy eding. Keyin esa o'z yurtingda 150 millionni xalqdan o'g'irlagan bir odam seni sport zaliga sarmoya kiritdi. Shundan keyin sen kuch topganday o'zingni qattiq bola deb o'ylay boshlading. Lekin u qamaldi. Endi hech kim qolmadi. Endi menman. Seni butunlay tugatish uchun kelganman. O'z xalqing seni tark etgan. Men ularning nomidan seni yo'q qilaman. Habib esa Conorning bu so'zlariga oddiygina ammo qat'iyatli javob berdi. Men bu yerga seni yo'q qilish uchun kelganman. Yo'q qil do'stim. Yo'q qilaman seni, yo'q qilaman. Manzil so'radingmi? Mana manzil, qarshingdaman. Sen meni avtobus oldida ko'rmadingmi? Men seni oldingda edim. Men qo'llarimni ko'rsat, hech qanday qurol yo'q edi. Birinchi qilgan ishim avtobus oldiga kelganimda qo'llarimni ko'rsatdim. Qurol yo'qligini bildirgim keldi. To'sh avtobusdan katta gapiryapsan. Endi esa men shu yerda turibman. U esa hech narsa qilmadi. Avtobus ichiga yashirindi. Ayollar ortiga berkinib oldi. Nima bo'lish kerak bo'lsa bo'ldi. Sen 4 marotaba tap-out qilgansan. 4 marotaba. Men seni boshingni kanvasga tiqib uraman. O oynadek mo'r jag'ga ega. Mening chechen do'stlarim vahobiy askarlar aytishdi. Dog'istonda odamlar tovuq jag' bilan tug'ilgan. Men bunga ishonaman. Chunki kimda shisha jag' borligini ko'ra olaman. Va bu odamlar shunday. Men uning do'stini boshqa promoshenda xushdan ketganligini ko'rganman. U mening zarbamdan qo'rqadi. Agar u mening zarbamdan qo'rqayotgan bo'lsa, demak bu zarba unga 2 qurolli miltiq portlagandek tuyuladi. Men ichkaridagi kuchga ishonaman, lekin avvallari yanglishgan vaqtlarim bo'lgan. Shuning uchun 5 raundga tayyorman. Senda veteran jangchini ko'ryapman. Men hamma narsani boshdan kechirganman. Boks tarafdan ham, MMA tarafdan ham. Men har qanday holatga tayyorman. Ammo bu odam shisha jag'li bomba. Men uni xuddi o'sha oynani sindirgandek sindiraman. Xudo unga rahim qilsin. 6-oktyabr kuni. Bu men uchun 9 oy ichida 3-jangim. 26-0. Birorta raundni yutqazmaganman. Men bu odamni nima qilayotganligini tushunmayman. 6-oktyabr kuni nima qilmoqchi? Viski ichib o'zini kuchli his qilyaptimi? Nima qilayotganligini o'zi ham bilmaydi. Men bundan ham kechroq yetib kelganman. Shunchaki harakat tirband edi. McGregor ishtirok etayotgan joylar doim tirband bo'ladi. Bilasiz-ku o'zingiz. Jangdan keyin qo'l berib ko'rishasizlarmi? Hech qachon.
UFC muxlislari qaytganimdan xursandman. Qirol yana uyiga qaytdi. Avval aytmoqchimanki, alhamdulillah, Xudo menga hamma narsani berdi. Alhamdulillah. Bilaman sizlarga bu yoqmaydi, ammo baribir alhamdulillah. Ertaga tunda men sizning yigitchangizni sindiraman. Sizning bolangizni sindiraman. Barcha irlandiyalik muxlislarga rahmat demoqchiman. Butun dunyo bo'ylab barcha muxlislarga ham. Chunki aynan sizlar sababli bu jang sodir bo'lyapti. Rahmat hammangizga. Ertaga kechqurun inshaalloh and still. Bu hozirgi paytda butun jangovar sportdagi eng katta voqea. Har kuni bu trend kuchayib bormoqda. Sizlarga 2 haftadan beri aytayapman, lekin bu raqamlar har kuni kattalashyapti. Men bu odam bilan gaplashaman, uni ozgina pastga tushiraman, uni kamtarlikka o'rgataman. Ba'zida tarsak ham tushiraman, uni charchataman, chunki u charchaganda taslim bo'ladi. Pastga tushirib iltimos meni bo'g' deydi. Nediyazga qarshi bo'lgani kabi. Ammo bu safar u uchun kecha juda uzoq bo'ladi. Men uni charchataman, maydalayman. Bu jang arafasida taranglik, hayajon, ichki titroqni tasvirlash imkonsiz edi. Bu raqobat har qanday mezonlardan, chegaralardan o'tib ketdi. Go'yoki ikki dunyo to'qnashgan. Ikki xil, har ikki tomon nafasini ichiga yutib, tarixiy kechani kutayotgan edi. Butun arena elektr toki kabi to'lgan edi. Deyarli butun dunyo bu voqeani kuzatayotgan edi va hech kim ekrandan ko'z uzolmas edi. Ammo bu faqat jang bilan yakun topmadi. Yillar davomida ichiga yutib kelgan his-tuyg'ular Habibda vulqon kabi portladi. 4-raundda g'alabaga erishgandan so'ng u Conor McGregorni jazoladi. Har bir aytilgan gap so'zi uchun uni jazo kutayotgan edi. Ammo Habib faqat ring bilan cheklanib qolmadi. Ikki jamoa o'rtasida tortishuv bo'ldi. Bu esa katta jarima va diskvalifikatsiyalarga olib keldi. UFC 229 aralash jang san'ati tarixidagi eng katta, eng shov-shuvli, eng janjalli voqeaga aylandi. Men o'rtada turganimda birdan muxlislar arenadagi odamlar haqida o'ylashni boshladim. Agar biz o'sha paytda kamarni Habibga bersak, u yerda tartibsizlik boshlanardi. Avvalo Nevada atletika komissiyasidan Las Vegasdan uzr so'rayman. Bu mening eng yaxshi tomondan namoyon bo'lgan holatim emas. Men ham insonman. Otam menga har doim hurmatli bo'lishni o'rgatgan. Kaliforniyada 7 yil davomida shug'ullangan jamoam, do'stlarim, hammalari men kimligimni bilishadi. Men sizlarga aytgandim, bu odamlar faqat u emas, butun jamoasi, taslim bo'luvchilar. Unga noto'g'ri yondashsang, u tab qiladi. Bo'ynini ushladim, bo'g'dim, u taslim bo'ldi. U minglab irlandiyaliklarni olib keldi. Butun dunyodagi odamlar keldi, ammo ularning oldida taslim bo'ldi. Keyin u jangchi haqida gapirdi. Qanday qilib sen jangchi bo'lib taslim bo'lasan? Uxlab qol. Agar yo'q bo'lsa, uxlataman. U tab qildi. Menimcha bu yetarli emas edi. Men uning yuragini yulib olishim kerak deb o'yladim. Chunki burchakdagi odamlar menga gapirganda va men yo'q, endi bu yurakka yetaman deb o'yladim. Conor va Habib haligacha yarashmagan. Ehtimol hech qachon yarashmaydi ham. Ammo ular bizga unutilmas his-tuyg'ularni taqdim etdi. Bunday voqeani boshqa hech kim qaytara olmaydi. Pound for pound qiroli siz bilan. Videoga like bosing va yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling.